aliment miqdori oshirildimi? Hozir hammada shu savol, sababi 1-iyuldan ijtimoiy nafaqalar oshirish to'g'risida va 1-avgustdan byudjet tashkilot xodimlarini ish haqini 10% ga oshirilishi to'g'risida hujjat qabul qilindi. Va u asosda endi aliment oshadimi degan savol. Albatta oshadi. Agar aliment to'lovchi rasmiy daromadga ega bo'lsa, demak uni oyligi 1-avgustdan 10% ga oshish natijasida albatta to'lanadigan miqdor ham oshadi. Ishsiz sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, ya'ni hech qanaqa rasmiy daromadga ega bo'lmasa, bu O'zbekiston Respublikasida o'rnatilgan o'rtacha oylik ish haqqi belgilanishi bilan uli to'laydigan aliment miqdori ham albatta oshadi. O'zbekiston Respublikasida o'rnatilgan o'rtacha oylik ish haqqi to'g'risida ma'lumot hozirgi ayni kunlarda ishsizlar to'laydigan aliment miqdori bir nafar farzand uchun 1.592.000, 2 nafar farzand uchun 2.122.000 va 3 nafar undan ko'p farzand uchun 3.184.000 tashkil qiladi. Endi o'rtacha oylik ish haqqini hozirgi kundagi o'sha oshgan miqdorda e'lon qilinishi bilan bu summa ozgina o'zgaradi. Xullas, aliment miqdori ish haqqi va o'rtacha ish haqqining o'zgarishi natijasida albatta oshiriladi.